Mana shu mavzu bugungi kunda juda ham dolzarb. Chunki bugun 65 yashar inshaalloh opa-dada 9 yashar nevara bilan shu mavzuni ko'tarishyapti. Ikkala toifaga ham kerak bu mavzu. Ya'ni 9 yashar yosh o'spirim bolaga, o'sib kelayotgan bolaga bu harakatlar har bitta harfga alohida urg'u berib, alohida neyron aloqalari shakllanib, miya harakatini hayotga keltirar ekan, rivojlanishga juda katta bir asos solinar ekan. 65 yashar odamga nimaga ham zarur degan savolingizga, bilasiz, odam katta bo'lgan sari har xil muammolar kutib turadi. Shulardan bittasi Alzheimer, Parkinsonga o'xshagan kasalliklar. Endi avvalambor xudo, genetikada bu narsa bo'lishi mumkin, lekin inson o'zini harakatlari bilan, ya'ni xuddi siz sport zalga kirganingizda, mushaklaringizga ishlaganingizda, mana bu yerdagi eng katta, eng asosiy mushak, ya'ni miyaga alohida siz mashq berishingiz kerak ekan. Aynan ruchka bilan yozganingizda, aynan mana unga o'xshagan qalin o'ylaydigan bir kitoblarni o'qiy turganingizda juda ham katta bir trening bo'lar ekan.